akalar, men 70-75 Surxondaryo Qashqadaryoni sho'pirlariga qo'yil qoldim. Yomon minarkansizlar, qo'limni ko'tardim men sizlarga. Boru Qashqadaryoga ketyapman, orqamdan fura harakat qilyapti. Qo'rqib ketdim, shat chekkaga olsam, Cobalt 150 tezlikda ichida 4 ta odam tomi to'la bagaj yuk bilan kelib o'tib ketyapti. Boru hani yo'lda chekkasida 70 degan zinak boru, shu biz uchun 70 dan oshma degani. Bu 70-75 sho'pirlar uchun 70 dan tushma degan ekan, shaninglar. Bularni orqasidan kelib yo'l so'ragandan Allohga tavakkal qilib turib, shat stressga chiqib, to'g'ridan kelayotgan mashinadan yo'l so'ragan yaxshiroq ekan, akalar. Svetoforga kelyapman, yashil o'chyapti, lipillayapti. Men to'xtayapman, lekin 3 ta 4 ta 70-75 shuv o'tib ketdi. Keyin qizil yondi. Keyin bilsam, anu akalarning qo'lida svetoforda pulti bor ekan. Bular pultdan boshqar ekan svetoforda. Ular kelguncha yashil dushab turar ekan, qo'lida pultni ezib turib. O'tgandan keyin qizil bo'lar ekan. Surxondaryo Termizdan Toshkentga qaytayotdik. Bitta akamiz Surxondaryolik ekan. Yonim kelib to'xtatdi. Aka orqamdan tushib oling dedi. Men shu yoqqa dedi, radarga tushmaysiz dedi. Akamizga qani endi yetib olay desam bor, 170, 180 bosar ekan. Yana 160 tezlikda ketayotganda akamiz mashinaning eshigini ochib, sekin nosini ham tupirpayapti deb. Yana menga qarab zo'rmi deb qadi. U ham mayli 70 tezlikda ketayotganda yonidagi sherigini do'konga suvga tushirib yuboryapti. Hali akamiz do'konga tushib suvni olib, yana mashinaga yetib olib, yugurib chiqib olyapti. Qo'yil qoldim, akalar. U 70-75 ta mashinasini minish uchun alohida bitta joyda o'qish kerakmi? Boshqa o'qish bormi? Pravani boshqa joydan olish kerakmi? Nima qilsak shu akalarimizga yetib olamiz biz ham 70-75 ga. Ha, qanaqa prava kerak bunga? Iltimos shuni bilganlar yozib olinglar. Qo'yil qolib ketdim men.